Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun Injek Medical klinikamiz YouTube sahifasida yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Furqat aka, xush kelibsiz. Mana nasib bo'lsa, bugun 2025-yil davomida Injek Medical klinikamiz qanaqa bemorlarga xizmat ko'rsatdi, klinikamizga qayerlardan murojaat qilib kelishdi va qanaqa natijalarga erishdi. Umuman mana shu o'tgan yil davomidagi demak og'ir holatlar, natija ko'rgan bemorlarimiz va o'sha eng qiziqarli holatlar bo'yicha ham demak batafsil gaplashamiz. Agar siz ushbu videoni birinchi marta ko'rib turayotgan bo'lsangiz, albatta bundan oldingi videolarni ham ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz, chunki har bitta qo'yilgan videoda klinikamizda olib boriladigan muhim jarayonlar haqida demak yoritib berilgan. Demak asosiy qismga o'tadigan bo'lsak, Furqat aka, mana 2025-yil davomida minglab bemorlarni demak shifo topishiga, klinikamizga murojaat qilib, bizning xizmatimizdan demak foydalanishiga sababchi bo'ldik. Ko'pchilik klinikalar yangi ochilganda demak u joylarga bir insonni tashrif buyurishi shunchalik bo'lmaydi. Ya'ni inson sog'lig'ini shunchaki bir klinikaga demak ishonib topshirmaydi. Demak, hali 1 yil bo'lishiga qaramasdan mingdan ziyod bemorlarga xizmat ko'rsatish demak haqiqatdan ham bu metodika shunchaki oddiy metodika emasligi, bu metodikani demak insonlarga foydasi borligini demak ko'rdik. Hozir to'g'ri aytdingiz, bu metodika kecha paydo bo'lmagan, chunki bu metodika bilan o'sha 98-yildan beri razrabotklar bo'lib kelayotgan bo'lsa, bu o'sha Rossiya Federatsiyasi territoriyasida, Qozog'iston territoriyasida, Ukraina territoriyasida, Belorussiya, Gruziya, Armaniston, kechirasiz, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston territoriyalarida ham o'sha yerdagi mijozlarga mana shu metodika orqali yordam ko'rsatib kelganmiz. Mana endi shu oxirgi 2 yil ichida O'zbekistonda bu metodikani qo'llab ko'ryapmiz va juda ham o'sha yana bir marta ko'ryapmizki, shu metodika juda ham effektivniy и insonlarga o'sha yaxshi yordam bera oladi. Bu metodikani o'sha boshqa metodikalardan farqi, yana bir marta aytaman, o'sha inson tanasiga просто условия создавать qilib beramiz и shu условияning orqasida hujayralar o'z faoliyatini tiklaydi va shuni orqasida yaxshi bo'ladi. Buni o'sha ko'p gapirganmiz, bundan oldingi videolarimizda ham dozasi juda kichkina inson tanasiga ko'rsatadigan nojo'ya ta'sirlari 15-20 marta kam. Mana nimani orqasidan shu bugungi даже bugun bemorlarimizni qabul qilib o'sha ularning gaplarini eshitib o'tirganimizda shuni deyishadiki, da mana bu kasallik bilan bizni davolayapsizlar, lekin bitta narsani e'tibor beryapmizki, gripp bo'ldi, uyda nechta odamlar ular juda og'ir formada o'tkardi. Bizda yuqqani yo'q, elishi juda bir yengil formada o'tib ketdi deganni o'zi ham bu metodika qanchalik keng miqyosdagi insonlarga yordam ko'rsata olishligi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. To'g'ri aytasiz. Mana oddiy hozirgi kundagi traditsion meditsinamiz ham juda ham ko'plab kasalliklarga umuman yordam bera olmaydi. Ya'ni kitoblarimizda ham hatto yozilgan, bu kasallikni davosi yo'q. Masalan, psoriazni davosi yo'q. Oq dog' bu autoimmun kasallik, buni davolab bo'lmaydi. Ekzemani davolab bo'lmaydi, allergiyani davolab bo'lmaydi degan juda ham ko'plab kitoblarimizda ham yozilgan. Haqiqatdan ham demak har qanday metodikani o'zini chegaralari bo'ladi, to'g'ri. Bizning metodikamiz ham hamma kasallikka bir xil yordam bera olmaydi, lekin ma'lum kasalliklarga demak boshqa metodikalar yordam bermaydigan ma'lum kasalliklar bor. Mana shunday holatlarga metodikamiz ajoyib yordam berib kelyapti. Bugun aynan mana shular haqida gaplashamiz. To'g'ri, mana shu kasalliklar ichida mana bu nima kiradi? Hozirgi kunda tiroidit, bo'qoq kasalliklari, shitabidka bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar kiradi. Allergik kasalliklar, allergik dermatit, allergik bronxit, yuqori nafas yo'llari shamollashlar, lor kasalliklari,
buyrak kasalliklari, keyin sustav опорно-двигательный apparat bilan связанный bo'lgan kasalliklar. Ana bularga ham juda ham effektivniy yordam ko'rsatyapmiz. O'sha limfa sistemasida bo'lgan qandaydir murakkab kasalliklar, bularga ham yordam ko'rsatyapmiz. No, shu bilan bir qator aytib o'tmoqchimanki, bu metodika hali boshqa juda ham og'ir kasalliklarga qo'llab ko'rilgani, no, men ko'zim yetyapti, men bilaman, что bu даже o'sha kelgusida juda ham qiyin bo'lgan boshqa kasalliklarni ham juda ham yaxshi nima edi, davolash совместно nima qilib turib davolasa bo'ladi. Bunga ko'zim yetyapti. Так что даже hozirgi mana shu hisoblanadigan o'sha omma ichida hisoblanadigan davolab bo'lmaydigan kasalliklarga mana shunaqa rezultatlarimiz bu ham ko'p narsani anglatadi. To'g'ri aytasiz. Mana Injek Medical klinikamiz mana hali yaqinda 1 yil bo'ladi, lekin bu metodikani shaxsan men o'zim siz bilan birgalikda Real Med klinikamizda oqtoq kasalligida mana qalqonsimon bezda juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'ladi. O'sha qalqonsimon bezdagi muammolar va boshqa yallig'lanish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga qo'llab ko'rib, juda ham ajoyib natijalarga erishib kelganimizda o'zi, demak bu metodika haqiqatdan ham ishlashligini, amaliyotda ajoyib natija berishini o'z ko'zim bilan demak ko'rib kelyapman. Furqat aka, boyna men aytib o'tdim, bir yangi klinika ochilsa, demak bu klinikaga insonlarni demak kelishi shunchaki bo'lmaydi. Lekin hali klinikamiz 1 yil bo'lmasdan turib, demak biz bilamizki, qo'shni respublikalardan, boshqa davlatlardan bemorlar kelishyapti. Mana shular haqida bir batafsil aytsangiz, boshqa davlatlardan qayerlardan kelyapti va ular qanaqa muammo bilan demak murojaat qilishyapti, shular haqida batafsilroq gapirib bersangiz. Hali endigina O'zbekistonda tam 1 yilda, hali 1 yil ham bo'lgani yo'q, shu vaqt mobaynida xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Shu bilan bir qatorda Rossiyadan, qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlaridan insonlar kelib davolanib. Men uzoqqa bormayman. Mana Qirg'izistondan kelgan juda ham qiyin hisoblanadi. Mana hozirgacha ham даже mana shu kasalliklarga bizni sistemamizda ham juda ko'p dozada gormon ishlatishadi. Bir xil o'sha bitselinni qilishadi yoki bo'lmasa ham juda ko'p miqdorda immunodepressiv plakvilin, shunaqa juda agressiv nimalarni ishlatadigan kollagenoz va sistemniy krasniy volchanka nimalari kasalligi bilan aytaman. Mana bizga murojaat qilib kelganda 14 yoshli qizcha olib kelganida uni yuz tuzilishini ko'rib, shunchalik gormon bilan pichkis qilingan, immuniteti shu darajaga tushib ketganki, boya plakvilinni ishlatganning orqasida men ko'rib turib 24 ga kirsang kerak deb unga murojaat qildim. O'zingiz ko'rsatyapti 14 yoshli qizcha. Mana 2 kurs o'tdi. 2 kursdan keyingi o'sha uni yuz tuzilishini ko'rsangiz, mayda, haqiqatdan ham qiziz 14 yoshli ekan. Mana qarangda, bu yerda biz gormon ishlatmaymiz. Mana agressiv bo'lgan plakvilin, metrexat ishlatilmaydi. Katta dozadagi o'sha bitselinni, chunki unga har bir oyda katta miqdorda nima qilib qo'yilgan, bu narsalar ishlatilmay turib, kam miqdorda dori-darmon ishlatib, o'sha o'zini ichki potensial resursini yo'lga qo'yib turib, mana chiroyli mana shunaqa rezultatlar olyapmiz. Yana bir bemorimiz bu Qozog'istondan kelgan. Yoshlari 76 ga kiradi, onaxon. Litsoy nerv shamollash. Buni orqasida shunchalik bu kishi azob yeb kelardilarki, 6 oy ichida bir joyga o'tira olmasdilar. Oxiri shu bular lazer bilan kuydirishgacha borishmoqchi bo'lishgan. Vdруг Injek Medicalda reklamasini ko'rib qolib, Litsoy nerv davolar ekan degan nima bilan uchib kelib, mana hozir 3 kurs oldilar. Karbamazepindan почти nima qildi. Endi faqatgina ichib turadigan nimalari yengil magniy B6, valerianka shunaqa nimalar qoldi. Vaqti bilan подергивание qiladi, no u og'riqlar aytadilar, u azoblar ortda qoldi.
Nima uchun endi hozir 3 kurs yana kurs kerak? Chunki nerv tolasini shamollashi 1,5-2 yilgacha vaqt oladi. Bizga hali endigina hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. No, mana уже qanday chiroyli rezultatlar bilan уже murojaat qilib, mana bu rezultatlarimiz bularda bor. Bundan tashqari mana qo'shni Qirg'izistondan dedim boya aytganimdek sistemni Krasnovolchanka bilan kelgandim mana. Tojikistondan kelishyapti pilonefrit, o'sha buyrak yetishmovchiligining endi boshlang'ich fazalarida yordam ko'rsatganlarimiz bor. Yoki bo'lmasa o'zimizda nimamizni ham aytaman, grija bilan tam всё operatsiya qilinishi kerak degan insonni nima edi, lecheniya olib turib operatsiyasiz chiroyli yordam beryapti. Endi buqoq bilan bo'lgan kasalliklar aytib o'tirmasam bo'ladi, uni o'sha bundan oldingi videolarimizga ko'rib nima qilishingiz mumkin. Eng bir qiziq yana nimani situatsiyani aytaman. Bir onaxonimizni Toshkentda grijasini operatsiya qildirib kelishgan Tursiyada. 3 kun o'tgandan keyin menga telefon qilishyapti. "Vokajon, men shu sizga bir vaqtlar olib borgandik. Xolamni endi oyim operatsiya qildirib kelgan, chidolmayaptilar, juda qattiq og'ir. Konsultatsiyaga olib keling." Bilasizmi, nosilkaga olib kelishdi shunaqa situatsiyada. Yarani ko'rdim, hali bitgani yo'q. Qattiq og'ir. Birinchi kun inyeksiya qilib nima qilganimizdan keyin og'riqlari, onaxonning og'riqlari 40-45% ga sразу to'xtadi. Ikkinchi, uchinchi kundan keyin 80% ga уже og'riqlar ketib, onaxon уже o'zlari o'z oyoqlarida yurib kelyaptilar. Mana bu nimani aytmoqchiman? Operatsiyani o'z yo'nalishi bu. No, insonni ichki potensiali shunchalik kuchliki, faqat unga salgina e'tiborni qaratish kerak, o'sha yo'lni nima edi, yo'l berish kerak. Shunda inson o'z organizmi ham shu tiklash nima edi, yo'nalishlarini yo'lga qo'yib beradi. Undan tashqari yana Rossiyadan kelgan bemorlarimiz bor. Yana mana bir Rossiyadan kelgan u kishi ham yoshlari katta onaxonimiz bordilar. U kishida miya sirkulyatsiyasini narusheniyasi bilan kelardi. O'sha nima deydi, o'zlarini ravnovesiyalarini yo'qotib qo'yardilar. Shu bilan bir qator o'g'illar ham olib kelganda, u kishida xronический prostatit, ikkalarida ham juda chiroyli rezultatlar oldik. Yana bir nima edi, bemorimiz to'g'ri infeksion kasallik bilan kelgandilar. O'shini titrlari, o'g'illarning titrlari 2000 единицаdan baland bo'lib ketgan edi. Shuncha bo'lmasa, Moskvaning o'zida 8 oy ichida qilingan davolardan keyin katta dozdagi antibiotiklar bilan ishlatilgandi. O'zanda lecheniyaning olganlardagi 1800 titrdagi immunoglobulinlarni o'sha показатели bizani nimadan keyin 120 gacha tushdi. Qarangda, почти 15 barobargacha. Mana bu даже mana shu rezultatlarni ular ko'rish shunaqa texnologiyalar bor. Bu metodikani yana bir marta aytaman, hamma vaqt bu ustunlik tarafi shundaki, biz aytamiz ko'proq bemorlarga qon orqali kapelnitsa qo'yishadi, qon orqali dori yetib boradi deb aytishadi. No, buni ustunlik tarafi shundaki, inson tanasining yana 30% qismi qon tomiri bilan ta'minlanmagan. Bizda formulamiz, buni ekskluzivligi shundan boradiki, o'sha 30% qon yetib bormaydigan zonalarga ham ta'sir qilib turib, u yerda yig'ilib qolgan toksin yoki virus yoki mikroorganizmlarni nimadan chiqarib tashlab, o'sha xronический surunkali ketadigan kasalliklarga effektivni davo ko'rsatib olamiz. Demak, hozirgi sizda aytadigan gaplaringizdan qisqacha xulosa qilish mumkinki, hujayra darajasida davolash metodikamizda xalq tilida aytadigan bo'lsak, ya'ni asosiy buncha har xil kasalliklarga yordam berishini asosida, demak, har bir inson organizmidagi kasalliklarda, demak, organizmda qanaqadir yallig'lanish jarayonlari ketadi va o'sha yallig'lanish jarayonlarini bizning metodikamiz bartaraf qilib beradi. Xuddi shunaqa. Xuddi shunki, chunki yana bir marta o'sha nima uchun yallig'lanishni oxirigacha lecheniyasi bo'lmaydi yoki ko'p insonlarga aytib qolamiz, bo'ldi sizda
xronический surunkali kasallik buni ilojisi yo'q deyilgan sababi chunki o'sha yoki targentni hozir eshitgansiz ko'p nima qilishadi targentni joygacha boradi yo'q yetkazib berisha olmaydi to hujayralar bo'shliqda ishga tushirmaguncha любой katta dozada ishlatilishidan qat'iy nazar dori darmon u joygacha yetib bormaydi va shuning uchun u o'sha surunkali yallalanish prosessi oxirigacha davollanmaydi. Bu metodika orqali опять-таки yana sir emas o'sha boshida ham aytgan edim pnevmoniya bronxitlar bilan keladi o'sha kurs davomida antibiotiklarni nimayda bir dona flakon antibiotikni 4dan 1 qismi ishlatiladi bor yo'q yoki bo'lmasa nimayda og'riq o'sha sustavi og'rigan yoki bukvalno yana 4 kun oldin ketam belim og'rib necha yil 4 yildan beri qarang 4 yildan beri azob yurgan. Men aytdim, bolasini olib kelgan, bolasi tez shamolab turadi. Men aytdim, mana shu yerimda hech ketmaydi, jonlarimga tegib ketdi. Men aytdim, opa, men nima qilmayman sizga, bir hafta davomida lecheniya qilmayman. Shu yerdan bir 2 kungina lecheniya olib ko'ring. Bitta qilganimizdan keyin, voy deydi, bunaqa nimani ko'rmagandim. Shu yerda men aytibman, qarang, mana shunaqa og'riq bo'lganida, o'sha og'riq qoldiradigan dorilarni, diklofenak bo'ladimi yoki bo'lmasa analgin bo'ladimi, amidopirin bo'ladimi yoki boshqa dorilarni, o'sha Voltarenmi qancha dozada ishlatadi? Shu ampulasini bittasini nimayda yonboshimga qilishardi deb aytishadi. Endi biz aytamiz, biz ham ishlatamiz buni. Xuddi shu preparatlarni nimayda 20 dan 1 qismini 0,5 millilitrini ishlatib turib, og'riqni snimat qilamiz. Mana shuni o'zi ham endi bu to'g'ri tushunish kerak, faqat bitta o'zi emas, bu yerda kombinatsiya, o'sha preparatlar kombinatsiyasi ishlatadi. Bu kombinatsiyada mana shunaqa chiroyli effekt beradi. Buni, конечно, tushunish uchun bu 2 kunlik mehnat emas yoki buni даже hozirgi meditsina xodimlari buni o'sha vrachlarimiz tushunib yetishlari uchun hech bo'lmasa 3-4 oy davomida nimayda bilim olishlari kerak va shundagina bu preparatlarning kombinatsiyasi qanday qilib mana shunaqa rezultatlarga olib kelishini o'sha tushunib yetishadi. Mana Furqat aka, mana shu klinikamizga kelayotgan mijozlarimiz o'zimizdan yoki qo'shni davlatdan kelayotgan mijozlarimizni ko'pchiligi biz bilamiz, ko'p joylarga borishgan. Davolanib ko'rishgan, shifo topa olishmagan, undan keyin eshitib kamroq dori-darmon ishlatayotgan yoki boshqa narsa ekan deb kelishyapti. Nima uchun kelishyapti? Mana shularni birma-bir sanab bera olasizmi sabablarini? Sabablari oddiy, o'zi birdan ham ko'rinib turadi. Birinchidan, ko'p narsada mana masalan suyak yemirilishi deydi, u yerda operatsiya qilish kerakda, artrozlarda yo sustavni almashtirish kerak yoki o'sha yerda tozalab qo'yish kerak. Bizda operatsiya qilish kerak yo'q. Operatsiyasizda. Ikkinchidan, mana masalan lor kasalliklar bilan bo'lgan masalan aytamanda, ularni boyagi nimaydi gaymaroy paxsaga tushib yo burunga tushib, yuvib, og'ritib yoki bo'lmasa adenoidlarni operatsiya qilib olib tashlab yoki tonzillit nimalarni, limfa tugunlarni olib tashlab og'ritib, mana bu operatsiyasiz nimaydi o'zini ichki potensialni yo'lga tushirib turib, nimaydi chiroyli davolab berib olamiz. Yoki bo'lmasa bizda allergiyanni lecheniya qilishganda nimaga ko'proq e'tibor berishadi? O'sha allergiyani topib, o'sha allergiyanni o'zini insonga yuborib turib antitelo hosil qilishni nima qiladi. Biz tushunishimiz kerakki, antigenlar soni shunchalik ko'pki, buni har bittasini topib turib, har bittasini privka qilib chiqish qancha vaqt ham oladi. Bu yetarli rezultatga olib kelmaydi. Men eng zo'r lecheniyasini aytyapman nimani. Men aytayotganim yo'q, allergiyan lecheniya qilganda faqatgina dimidrol yoki fenkarollarni ishlatib turib, tushning kletkalarni, membranasini mustahkamlab, faqatgina shuni orqasida dori ichirib turib, uni ushlab turish to'g'risida gapirayotganim yo'q. Bizning metodikamiz bo'lsa, o'sha birinchidan o'sha immun tizimni ishga tushirgandan keyin kerakli antitelalar titri ko'tariladi и antigenni, o'sha allergenni o'zi topib turib, allergenni parchalab yuborib, mana buni orqasidan insonlar nimaydi gormonlarsiz nimaydi o'zini immun sistemasini ishga tushirib, allergiyadan qutulib ketish. Mana bu ustunliklarimiz bo'lgani uchun ham kelishadi. И результативно сразу nimaydi
burun bitadi, ko'z qichiydi, kechqurun uxlolmaydi, burundan nafas olishi qiyin, постоянно nimaydi o'zi bilan ingalyator olib yuradi. Bizda bu narsalar bunaqa yordam ko'rsatadi. Faqatgina yengil nimaydi og'zingni chayish, burningni nimaydi morskoy suv bilan yuvib turish, faqat mana shunaqa yengil nimalari afzallik taraflari ko'p. Demak, operatsiyasiz, gormonlarsiz, juda ham kam dozadagi dori-darmonlar ishlatib, demak bemorlarimizni shifo topishiga sababchi bo'lamiz. Shunaqa. Mana Furqat aka, bundan tashqari juda ham ko'plab bemorlarimiz klinikamizga qalqonsimon bezdagi muammolar bilan, lor kasalliklari bilan, allergiya bilan haqiqatdan kelishyapti. Mana shular haqida ham aytsak, ya'ni ko'pchilik bemorlarimiz bilan suhbat qilganimizda, ya'ni nima uchun siz bizni klinikamizga keldingiz, bizni klinikamizda tanladingiz davolanish uchun deganimizda, sizlar operatsiyasiz tugunlar, o'sha tugunli zoblarda davolaymiz deganlaring uchun keldik deyishgan. Mana shu haqida ham bir aytsak. Bu xuddi shunday, o'sha kam dozada darmonlar, dori darmon ichmay qo'yar ekanimiz degan nimalarni eshitib turib kelishadi-da. Buni bitta sababi. Men o'ylayman, yana eng yaxshi rezultati bu shu bizada insonlar shifo olib ketgan insonlarni bir-biriga o'sha informatsiya yetkazishi ham bu yerda ham katta nima. Chunki agarda shuni bir-biridan eshitib nima qilmaganda, men uverin bu klinikada o'sha har joydagiday o'sha statistika kam bo'lardi bu nimaga uncha qiziqish bo'lmasdi. Qiziqish mana shuni orqasida tam uzoqqa bormaylik, aytayap, har 2 haftada shamollab turadigan bolasi. Har 2 haftada. Reanimatsiya yoki neotложкаdaman deydi, постоянно. Судорогda tagida temperatura tushmaydi. Lecheniani olib ketyapti-da, 3 oy, 4 oy, nima edi, 1 yilgacha umuman kasal bir-biriga конечно aytadi. Bolang mana shunaqa har 15 kunga yugurib yurarding. Qayerdan? Mana shu Inja klinikda mana shunaqa yordam ko'rsatishyapti. Qarang, insonlarning o'zini ham rezultatimiz, mana shu rezultativnost o'zi ham nima edi, уже показатель, что insonlar bu klinikaga ishonch bildirib, mana shu yerga kelib davolanishlariga bir sabab bo'lyapti. Mana Furqat aka, ko'pchilik klinikamizga murojaat qilib kelishadi va albatta qanaqadir natijaga erishadi. Ya'ni natija ko'rgan bemorlarimiz ham bor. Demak, umuman natija olmagan bemorlarimiz ham albatta yo'q emas. Ya'ni hammaga bir xil yordam bera olmaymiz. Mana shu bemorlarimizda ajoyib natijaga erishishiga qaysi faktorlar, ya'ni omillar sabab bo'lyapti? Shular haqida ham aytsangiz. Birinchi очередda men aytaman, bu ichki ishonch, o'sha metodika, o'sha klinikaga ishonch. Bu 100%. No, men shunchalik даже hozir salgina nima edi, bo'rtiribroq ham gapirishim mumkin. Даже ishonmagan insonda ham, ishonmay turgan insonda ham rezultativnost 70-80% bo'ladi. Bu chunki buni chuqur tarafi nima uchun shunchalik nima berishi, bu haqiqatan ham o'sha biokimik o'sha proseslar ketadigan, o'sha ketadigan jarayon, organizmda ketadigan hujayra miqyosida har bir inson nimada hujayralardan bor. Siz agar uni o'sha hujayralar ishiga to'g'ri ta'sir qiladigan kombinatsiyani topib ishlasangiz, даже ishonmaydigan odamlarda ham o'sha yerda rezultatini ko'rasiz. Даже shunchalik skeptически kelishadi, bu dorilarni men bilaman, men provizorman, men vrachman, bunday ishlamaydi, lekin o'zi kelmaydi-yu, kimnidir qarindoshini yuboradi, nima qilgandan keyin o'ylab qoladi. Qanday natija bo'lyapti-ku. Da, rezultat bu-ku. Fakt. Shuning uchun istaysizmi? Shuning uchun yana bitta nima tarafi, men shuni aytaman, yana ustunlik tarafimiz, mana kelganda любой kasallik bilan aytadi, "Вот 10 kun davolanish." Biz unday demaymiz. O'zingizdan bilasiz, biz aytamiz. Shu 2 kun mana, yo 2 kun, 3 kun nimani olib ko'ring-da, o'zingizda holatingizda bir nima qilib ko'ring. Bunaqangi nimani условияni hech kim создавать qilib bermaydi. Чтобы 2-3 kun yoki bir ikkita muolajani olib ko'ring-da, undan keyin o'z xulosaga keling deyish, bu uchun katta yurak kerak. Bunday deyish uchun ham.
Chunki bu risk biz bilamiz, что bitta ikkita protsess bilan butun o'sha patologik jarayonni normal nimaga o'tkazish qiyin. Chunki uni to'g'ri tushunish kerak. Как immunolog ham o'zi aytaman. Chunki kerakli antisellarni titri ko'tarilishi uchun 2-3 oy vaqt davomida shunday bo'lsa ham даже o'shanda inson deydi, boshim og'rib qo'yadi yoki davleniyam joyiga tushdi yoki mana bu mani bezovta qiladigan yurak tez urishi yoki xavfsirashim yoki nafas bo'g'ishi mana shu birdan yo'qoldi. Mana shularni o'zi ham katta nima edi ko'rsatkich, что там insonda bu metodika ishlashi va uni effektivnostligi. Mana Furqat aka, Injek Medical klinikamizga kelib bemorlarimizni davolanib mana shunday ajoyib natijalarga erishishlari uchun qanaqa sharoitlar bor? Mana shular haqida ham qisqacha aytib bersangiz. O'zingiz bilasiz, boshlaganimizda o'sha ambulator miqyosda qarar edik. Mana hozir endi statsionarimiz ham ochildi, tak что там bemalol insonlar kelib yotib, buni ustiga ustak nimada laboratoriyamiz bor, diagnostika o'tkazadigan yuqori nimali texnologiyali UZI apparatimiz bor. Undan tashqari mutaxassislarimiz bor, mutaxassis, terapevt, endokrinolog, onkolog, pediatr mutaxassislarimiz bor. Ular yana hozir yana oxirgida olingan nimamiz psixologimiz bor. O'sha psixologik tomonda ham psixologimizda ishi nafaqat o'sha bemorlar bilan, даже o'sha ichki muhitda ham o'sha vrachlar bilan ham ishlab turib, faqatgina dori darmon emas, demak o'sha insonni nastroyi, uni dunyoqarashi, uni kechinmalarini nimada chiroyli hal qilib berib, o'sha ishlash energetikasi, ishlash kuchi muhitini chiroyli yaratib berishi, bu ham men o'ylayman bitta yaxshi nimada sharoitlarimizdan kiradi. 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanishi, ya'ni shu bilan bir qatorda juda ko'p fizioterapevtik nimada yordamlar ko'rsatilishi, bularni hammasi o'sha sharoitlarga kiradi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda Injek Medical klinikamizga murojaat qilib keladigan bemorlar faqatgina o'sha muolaja inyeksiyani olmasdan, balki to'laqonli bemalol yotib, issiq ovqat orqali va o'sha boshqa qo'shimcha xizmatlardan ham foydalanib, demak to'liq sog'liqlarini tiklab olish uchun sharoitlar qilingan. Xuddi shunday. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Injek Medical klinikamizda 2025-yil davomida demak qalqonsimon bez bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, yuqori nafas yo'llari, shamollash kasalliklari, allergik kasalliklar, bundan tashqari o'sha lor kasalliklari, bug'um kasalliklari, o'sha immunitet bilan bog'liq bo'lgan ginekologik kasalliklar, ya'ni o'sha urologik, ginekologik yallig'lanish bilan bog'liq kasalliklarga demak Injek Medical klinikamizda ajoyib natijalarga erishib kelyapmiz. Natijalarimiz bilan ushbu videoni opisiyaniyasida demak alohida link qoldiramiz. Ya'ni o'sha link orqali o'tib bemorlarimizning natijalarini demak yana ham batafsilroq ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Instagram, Telegram va boshqa ijtimoiy sahifalarda bizni bemorlarimizni, davolagan bemorlarimizni fikrlarini ham ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, klinikamizdagi davolash metodikamiz yoki bemorlarimizdagi natijalarimiz haqida yana ham batafsilroq ma'lumot olish uchun bundan oldingi videolarni albatta ko'rib chiqing. Agar sizda ham yuqorida aytib o'tilgan holatlar, ya'ni muammolar bo'ladigan bo'lsa, turli xil mutaxassislarga, klinikalarga borib shifo topolmayotgan bo'lsangiz, bemalol klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Nurziyo ko'chasi, 42-uy. Bizga murojaat qilish uchun quyidagi raqamlar orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Dadaga, rahmat sizga.